Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Xo'p, bu videorolikimiz o'sha loyiha o'qish bo'yicha yopiq Telegram kanalidagi o'quvchilarimizdan bittasi o'sha o'zlaridagi loyihani tashishgan. Ma'lum qismlariga tushunishmaganligi uchun imkon qadar tushuntirib o'tib ketishga harakat qilamiz. Xo'p, demak, ruscha yozilgan ekan. Sxema nadstроиваемых помещений кровли deyapti. Ya'ni tom qismini loyihasi. Endi ruschani o'ta zo'r bilmayman, deyarli umuman bilmayman desam ham bo'laveradi. O'shaning uchun kechirim so'rab qo'yamiz. Xuddi shu holatda, demak, planimiz mana shu holatda. Bu qaysidir binoni qanaqadir qismi. Sababi to'liq loyiha emas. To'liq loyihasini yoki yo'q yoki tashlashmagan. Hop, demak bizda mana shu qismi va mana shu joyga e'tibor beradigan bo'lsak, mana plan vertikальных конструкций va уровень технический этаж deyapti. Ya'ni texnический etajdagi holat deyapti. Ya'ni binoning bitta qismi bo'ladigan bo'lsa, mana shu holat. Endi atrofini ko'radigan bo'lsak, mana 6 dona kolonnasi bor burchaklarida va qo'shimcha beton devorlari ham mavjud. Demak, bizda loyihamiz qanday ko'rinishda bo'ladi? Mana shu holatda men chizib qo'ydim hozircha. 6 dona kolonna va beton devorlari bor. Buni endi biz extrude deb beramiz, ya'ni devorini ko'taramiz. 14200. Mana 14 metr. Endi loyihada meni tushunishim bo'yicha shunaqa, chunki nima desa bo'ladi? Mana shu holatda, ya'ni burchada kolonnalarimiz bor, mana kolonnalarimiz bor. 6 ta kolonna 6 metr va 60 santimetrdan kolonnalarda oralig'i masofasi va mana shu joylarda old tomonida betondan qilingan devor bor. Nima uchun 14 metr va 20 santimetr deb aytyapman? Sababi loyihani yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu joyda yozilgan. Plan monolitных balок и стен deb yozilganda, monolitniy balka deyapti. Mana pastki qismi 14 metr va 20 santimetr balandlikda deb ko'rsatyapti. Demak, bizda pastki qismi qanaqa bo'lgan taqdirda ham eng baland joyi 14 metr va 20 santimetrda balkamizni pastki qismi turibdi. Va bizni kolonnalarimiz va beton devorlarimizga ishlatilgan armaturasi betoni B25, ya'ni 350 marka beton ishlatilyapti. Uni qayerdan bilishimiz mumkin? Mana shu joyda qaraydigan bo'lsak, mana belgi qo'yapman. Mana shu qismida monolitniy JB pilon, ya'ni pilonni deyishadi, B25. Mana shu joyda yozib qo'ygan va o'sha beton devorlarning razmeri 60 santimetrga 20 santimetrni tashkil qilyapti. O'ston-o'sga bo'lgan masofasi bor. Demak, bular tushunarli bo'ldi. Endi keyingi listimizni qaraydigan bo'lsak, keyingi listimizda plan metallических balka deyapti. Ya'ni metaldan qilingan balkani ko'rsatib o'tyapti. Va mana bu joyga e'tibor beringiz. Mana двух тавр deyapti. Ya'ni 25lik двух tavrdan pastki qismi deyapti 14 metr va 71 santimetr. Mana shu joydan ko'rib olishlaring mumkin bo'ladi. Va plan покрытая va eng oxirgi qismi покрытая, ya'ni beton quyiladi. O'sha eng tepa qismiga beton quyiladi, shuni ko'rsatadi. Ya'ni mana joydan qaraydigan bo'lsak, monolitniy JB parapet B200 mm deyapti, balandligi 200 mm bo'lar ekan. Отметка уровень krovli 700 mm deb ko'rsatyapti, ya'ni 70 santimetr deb ko'rsatib o'tyapti. Xuddi mana shu holatda mana. Endi yon tomondan qirqimlar. Endi bu qirqimlarni qayerdan bilamiz? Hozir men sizlarga mana shu двух тавр, undan keyin balkalarni men chizib
iloji boricha chizaman hozir. Ungacha videoni to'xtatib turaman, chunki videomiz cho'zilib ketib qolishi mumkin. Videoni to'xtatib turamiz, hozir chizib ko'rsataman. Xo'p, mana ko'rishimiz mumkin. Ya'ni monolitni balkamiz loyihadan ko'ramiz. Mana monolitni balka 1 deyapti, 200 ga 500 balandligi 500 millimetrda tashkil qilyapti. Mana shu joyda ko'rsatib o'tyapti. 3 razrezda, 2 razrezda, 6 razrezlarni qaraydigan bo'lsak, bizda xuddi shu narsalarni, ya'ni yon qismidan ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Hozir mana o'shalarni ham birma-bir qaraymiz. Demak, biz 3 razrez kerak. Ya'ni bizga 3 razrezimiz kerak. Mana 3 razrez, mana e'tibor bersalaring. Monolitni balka, mana monolitni balka h mana 14200 dan tepada turibdi. 700 millimetr 500 millimetr balandlikda 14200 ga 700 qo'shsak 14700 500 qo'shsak 14700 bo'ladi. Mana yerda mana monolitni balkani ko'rsatib, xuddi mana shu joylarda hammasini ko'rsatib o'tyapti. Va uni kolonnalari mana ko'rib turganimizdek kolonnalarimizni atrofiga uголокdan, ya'ni uголникdan дополнительный yana qo'shimcha mustahkamlash uchun uголок beryapti, ya'ni svarka yordamida qilinar ekan. Demak, bu uголокlarimiz ya'ni yuzli uголок mana joyda обойма 100 deyapti. Iz 100 millimetrga 100 millimetr, qalinligi 8 millimetrli uголокdan ko'rsatyapti. Mana listimiz mana shu holatda, ya'ni uголникlarimiz mana shu holatda bo'lyapti. Xo'p, endi demak, yana bizda nima? Bunisi mana bunisi mana 4 razrez. 4 razrezni mana qidiramiz va topamiz. 3 bor 6 mana 4 razrez mana shu joyda 4 razrezni ham berib qo'yapti. Mana yon tomondan qaralganda mana shu holatda bo'ladi deb ko'rsatyapti. Mana kolonnani o'rni, kolonnalar o'sha yuzga uголникdan qanaqa qilinganligini ko'rsatib o'tyapti. Va o'sha balkamiz ichidan armaturalar mana Vipusk 12 li armatura A500 dan uzunligi 2 metr 66 santimetr, har 20 santimetrda qo'yilishi kerak deb ko'rsatib o'tyapti. Bularni menimcha to'liq tushunsalar kerak, ya'ni 3D holatda chizib vaqtni ketkazmaslikka harakat qilamiz. Xo'p, demak, biz birinchi listimizni tugatdik. Keyingi listimiz, mana keyingi listimizda plan metallических балок deb ko'rsatyapti. Ya'ni hozir boshida ham aytib o'tdim, balkamiz o'sha metal balkadan deyapti. 25 lik o'sha двух davrni ko'rsatib o'tyapti. Endi двух davrda o'zing tushunasizlar, qanday holatda qo'yilganligini hozir aynan bittasini o'zini chizib ko'rsataman. Qolgani ham xuddi shu holatda bo'lar ekan deb tasavvur qilishlaring mumkin bo'ladi. Chunki chizish uchun ko'p vaqt sarflanadi. Imkon qadar kam vaqt sarflashga harakat qilamiz. Xo'p, mana o'sha двух davrlarimizni ham chizib qo'ydim, ma'lum qismini. Двух davr bilasizlar, mana shu holatda bo'ladi. O'zi standart bo'ladi двух davr. Faqat razmerida farq qilishi mumkin xolos. Ya'ni uzunasiga bo'lgan razmerida. Plus двух davrimiz mana shu holatda balkani ustiga joylashadi deb ko'rsatyapti. Mana loyihamizni ham ko'rishimiz mumkin. Mana двух davr 25 struk 14700 nizniy pastki qismi deyapti. Ya'ni pastda 14 metr 71 santimetrda joylashadi deb ko'rsatyapti. Endi joylashuvlari mana shu qismida ochiq joylar bor. Nima ekanligini o'zlari, ya'ni loyiha to'liq bo'lganda tushunishimiz mumkin bo'lardi. O'sha aytilganidek, mana shu qismida mana undan keyingisi monolitni jibi parapet 200 millimetr отметка уровень кровли 700 millimetr deyapti. Ya'ni ustki qismida deyapti, o'sha
monolit balkani ustiga yana 200 millimetrli qilib beton quyiladi deb ko'rsatmoqda. Endi u joyini razrezlarini bermabdi. Mana bu joyda beribdi. Ya'ni 12 razrezda 12-chisi va 13-chisini qaraydigan bo'lsak, ana shu joylarda berib o'tgan ekan. Demak, 13 va 12 qirqimlarni biz ko'rib chiqishimiz mumkin. 11 bor. Mana 13 va 12. Mana 13 va 12 qirqimlar. Mana bu joylarda balka o'sha duh tavrida ichiga armatura nima qilinib bog'lanib, o'sha armaturani ustiga menimcha beton quyilsa kerak. Mana shu joylardan ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 12li armaturadan A500 shak 200 millimetrga qilib to'qiladi deyapti-da. O'sha duh tavrida ichiga kirgiziladi deb ko'rsatmoqda. Mana yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana shu joyga yaxshilab e'tibor bersang, 13-razrezga qalinligi 200 millimetr bo'lar ekan, beton quyilar ekan. Ya'ni armatura bog'langan holatda beton quyilib ketilar ekan. Demak, endi 12-chi, ya'ni bu 12-chisi chetki qismi. Hozirgi loyihada ko'rsatdim. Chetki qismini ko'rsatyapti va uni ham balandligi, hozir bitta ko'rsatma balandligini. Hop, balandligini qayerdan topishimiz mumkin? Demak, mana 14200 bergan, ya'ni bu balkani tagi 14700 duh tavrida tag qismi va u 200 millimetrli beton quyiladigan bo'lsa, bizda lekin mana bu parapet qismi, ya'ni eng yuqori qismini balandligini berishmabdi, ya'ni hozircha ko'rinmayapti. Ya'ni eng yuqori qismi bitta ko'rsatilmayapti. Ya'ni loyiha to'liq basligi uchun mana boshida, videoni boshida ham aytdim, loyiha to'liq emas. Shuni hisobiga aniq tushunishda imkoni yo'q bo'ladi. Xo'p, bo'ldi. Hozircha shular. Asosiy tushunchaga ega bo'ladigan narsamiz shu. Ya'ni qanaqadir tom qismida berkilishini, o'sha qaysi joylariga nimalar ishlatilishi kerakligi haqida ko'rsatib o'tyapti. Ya'ni bu loyihamiz mana shuni ko'rsatyapti. Xo'p, endi mana bu joylarda mana o'sha kolonnani armaturalari va yonidagi дополнительный qilingan qo'shimcha nimalarni, ugovniklarni qanaqa holatda svarka qilinishi kerak, tartibi o'zini qoidasi bo'yicha mana shu joyda tushuntirib ko'rsatib, ya'ni razrezlar bo'yicha ko'rsatib o'tilyapti. Bu razrezlarimiz bizga qayerlardan olamiz, ya'ni bular qayerlarniki deb so'raydigan bo'lsalar, mana misol uchun mana shu qismi, ya'ni 3 qirqimda olamiz. Mana 3 qirqim va 3 qirqimda birinchi o'rinda mana AA, mana shu joyga qaraysalar, mana eng pastki qismida AA razrez beryapti. Demak, AA razrez mana AA razrez eng pastki qismi qanaqa bo'linishi kerak? Ya'ni mana yuzli угольник, mana существенный kolonna va уровень parapet deyapti. Parapetni urovini ular ichiga ishlatilgan существенный armatura, mavjud armatura endi hisobda. Qanaqa nechili armaturaligini ham albatta bitta ko'rsatmayapti. Va undan keyingisi BB qirqim, mana BB qirqim. Taxminan 1 metrcha yuqorida deb hisoblasak, BB qirqim, mana BB qirqim. Va unda nimalarni ko'rsatyapti? Deyarli bu bilan bir xil, faqat o'rtadan qirqilgan qismi. Xullas, mana shu tartibda davom etishimiz mumkin. Ya'ni loyihani tushunishda razrezlar, uzellar, qirqimlar hammasi birgalikda ko'rib tushunib olinmasa, loyihani to'liq tushunmaysiz. Qisqasi, qisqa qilib aytganda shu, loyihamiz o'sha qaysidir qanaqadir binoni eng parapet qismida ishlatiladigan armatura, угольник, kolonnalar
va shularni joylashuvi haqida ma'lumot berib ko'rsatyapti. Hammalaringga rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Savollar bo'lsa bemalol yozishlaringiz mumkin. Bizni yopiq Telegram kanalimizga qo'shilmoqchi bo'lganlar bizga Telegram orqali murojaat qilsa, batafsil ma'lumotni berib boramiz. Hammalaringga rahmat. Sog' bo'lasizlar. Like va obuna esdan chiqmasin. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting.